aziz pensionerlar, nafaqa olayotgan yaqinlari bor yurtdoshlar, bugungi ma'lumot juda muhim. 20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar. Ma'lumotlarni solishtirish va pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar alohida e'tiborga olinadi. Bu gap vahma qilish uchun emas, aksincha pensiyangiz to'xtab qolmasligi, ortiqcha ovoragarchilik bo'lmasligi va hujjatlaringiz joyida bo'lishi uchun kerak. Men bugun sizga kimlar tekshiruvdan xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi xatolar pensiya to'loviga ta'sir qiladi, qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarurligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni hoziroq yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa uyida keksa ota-onasi, nogironligi bo'lgan qarindoshi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan tanishlari borlarga. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p muammoning oldini oladi. Men avvalo eng muhim narsani tushuntirib olaman. Pensionerlar bo'yicha tekshiruv deganda har doim ham hammaning pensiyasi bekor qilinadi degan tushunilmaydi. Ko'pincha bu jarayon davlat organlaridagi ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtirish, hujjatlardagi xatolarni aniqlash, pensiya olish huquqi saqlanib qolmaganini tekshirish, yashash joyi, bank kartasi, pasport ma'lumoti, ishlayotgan, ishlamayotganlik, nogironlik muddati, chet elga chiqish va boshqa holatlarni aniqlashtirishdan iborat bo'ladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi haqida ma'lumotnoma, pasport nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot kabi hujjatlar asosida pensiya tayinlangan. Keyin yillar davomida ayrim ma'lumotlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Pasport yangilangan, familiya o'zgargan, yashash manzili boshqa joyga ko'chgan, bank kartasi muddati tugagan. Nogironlik guruh qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan, lekin bu ma'lumotlar tizimda vaqtida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Endi esa elektron bazalar ko'proq bog'lanmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik, banklar, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, FDYO, migratsiya, mahalla va boshqa idoralar ma'lumotlari solishtiriladi. Maqsad shuki, pensiya haqiqatan ham haqli odamga to'lanayaptimi, ortiqcha to'lov yo'qmi, hujjatda chalkashlik yo'qmi, kimdir bir xil imtiyozni ikki joydan olyaptimi, kimdir vafot etgan bo'lsa ham kartadan pul yechilyaptimi, nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham to'lov davom etyaptimi, shular aniqlanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, bunday tekshiruvdan qo'rqadigan odam hujjatini yashirgan odam emas, balki hujjati tartibsiz odam bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan, pasportingiz to'g'ri, yashash joyingiz aniq, bank hisobingiz ishlayapti, nogironlik yoki boshqa asoslaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, odatda xavotirga katta sabab yo'q. Lekin biror joyda kichik xato bo'lsa ham, u vaqtida tuzatilmasa, pensiya kechikishi, qayta hisob-kitob qilinishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men tekshiruvda eng ko'p muammo chiqadigan toifalarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlarida farq bor pensionerlar. Masalan, bir ayolning eski mehnat daftarchasida ismi Gulchehra deb yozilgan, pasportida esa Gulchehra emas, Gulchehra deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir hujjatda Abdullayevna, boshqa hujjatda Abdullayevna, o'rniga bir harf tushib qolgan. Oddiy ko'rgan bitta harf farqi ham elektron tizimda boshqa shaxs deb chiqishi mumkin. Natijada ish staji tasdiqlanishida muammo bo'ladi yoki pensiya ishda qo'shimcha izoh talab qilinadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng muhim narsa nogironlik muddati. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi. Ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi va qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Masalan, ikki guruh nogironligi 1 yilga berilgan bo'lsa, uning muddati 25 sentyabrda tugagan. Lekin odam hali chaqirishmadi deb yuraversa, 20 sentyabrdan keyingi solishtirishda tizimda muddati tugagan deb ko'rinishi mumkin. Bu holatda to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa va qayta ko'rik sanasini albatta tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi toifa chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Men bu masalada ehtiyotkor bo'lishni tavsiya qilaman. Agar pensioner vaqtincha davolanish, farzandligiga borish yoki boshqa sabab bilan chet elga chiqqan bo'lsa, bu avtomatik ravishda pensiya bekor bo'ladi degani emas.
Lekin ayrim holatlarda doimiy yashashga ketish, ro'yxatdan chiqish, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi yoki pensionerning o'z mamlakatda bo'lmasa ham to'lovlarni boshqa shaxs yechib yurishi tekshiruvda savol tug'dirishi mumkin. Misol uchun, bir otaxon Rossiyaga farzandinikiga 6 oyga ketgan, kartasi esa uyda qolgan va har oy qo'shnisi pul yechib bergan. Agar bank operatsiyalari, migratsiya ma'lumotlari va boshqa bazalar solishtirilsa, pensionerning o'zi qayerda? Pulni kim olmoqda degan savol paydo bo'lishi mumkin. 4-toifa vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechib yurgan qarindoshlar uchun bu juda nozik va jiddiy masala. Ba'zan odamlar baribir bu oy pensiyasi tushibdi. Dafn xarajatlariga ishlatdik deydi. Lekin qonun nuqtai nazardan pensioner vafot etgandan keyin to'langan ayrim summalar ortiqcha to'lov deb to'planishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin. FHDGX organlaridagi vafot haqida ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetib borgandan keyin to'lovlar to'xtatiladi. Lekin tizimda kechikish bo'lishi mumkin. Shu davrda kartadan pul yechilgan bo'lsa, keyin qarindoshlardan qaytarish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa hujjatlarni yashirmasdan tegishli idoralarga vaqtida xabar berish to'g'ri yo'l. 5-toifa. Ishlayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensioner ishlasa pensiyasi olib qo'yiladimi deb so'raydi. Umumiy holatda yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki ayrim turdagi nafaqalar ishlash holatiga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik bilan bog'liq yordam, parvarish puli, nogironlik bo'yicha ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki bolalar bilan bog'liq nafaqalarda oila daromadi hisobga olinadi. Agar odam aslida rasmiy ishlayotgan bo'lsa-yu, hujjatda ishlamaydi deb ko'rsatilgan bo'lsa, tekshiruvda bu farq aniqlanishi mumkin. 6-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu pensiya ko'pincha voyaga yetmagan farzandlar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan yoshlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun to'lanadi. Masalan, farzand 18 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qimasa yoki o'qishni sirtqi ta'limga o'tkazgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi o'zgarishi mumkin. Yana bir misol, talaba sentyabrda institutga kirdi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida topshirmadi. Natijada tizimda u endi o'qimaydi deb ko'rinishi va to'lov to'xtashi mumkin. Shuning uchun o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida yangi ma'lumotnoma olish juda muhim. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasportingiz yangilangan va ma'lumotlar pensiya jamg'armasida aks etgan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, doimiy yashash manzilingiz aniq bo'lsa, boshqa shaxs nomidan noto'g'ri to'lov olmayotgan bo'lsangiz, odatda sizdan faqat ma'lumotlarni tasdiqlash yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon pensiyani bekor qilish emas, tartibga solish jarayoni deb qaraladi. Real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 6 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pasportini yangilagan, lekin bankka eski pasport ma'lumotlari bilan ochilgan karta ulangan. Pensiya tushda davom etgan, ammo bir kuni karta muddati tugab, yangi kartaga o'tkazishda pasport raqami mos kelmagani uchun to'lov kechikkan. Bu yerda muammo pensiya huquqida emas, ma'lumot yangilanmaganda. Agar onaxon oldindan banka va pensiya jamg'armasiga borib pasport ma'lumotini yangilaganda kechikish bo'lmas edi. Ikkinchi misol. 54 yoshli erkak nogironlik pensiyasi oladi. 2 groshli erkak nogironligi 1 yilga berilgan. U qayta ko'rik sanasini unutgan. Tizimda muddat tugagan deb ko'ringanidan keyin to'lov vaqtincha to'xtagan. Keyin u tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik davom ettirilgani haqida xulosa olgan va to'lov qayta tiklangan. Lekin 2 oy asabaylashgan, idora yurgan. Demak, bunday muammoning sababi qonun emas, sanani kuzatmaganlik. 3-misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tgan. Oilasi esa pensiya avvalgidek tushadi deb o'ylagan. Tekshiruvda o'qish shakli o'zgargani aniqlangan va to'lov qayta ko'rib chiqilgan. Agar ular oldindan pensiya jamg'armasiga xabar berganida keyinchalik ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi chiqmas edi. Men endi eng ko'p uchraydigan qopqonlarni aytaman. Birinchi qopqon, menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Demak, muammo yo'q deb o'ylash. Aslida hozir ko'p jarayon elektron bo'lgani uchun muammo sizga darhol telefon orqali aytilmasligi mumkin.
to'lov kechikkanda yoki karta ishlamay qolganda odam bilib qoladi. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki farzandlari vaqti bilan hujjatlarni tekshirib turish kerak. Ikkinchi qopqon bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Ko'p oilalarda otaxon yoki onaxon kartani o'g'liga, keliniga, nabirasiga berib qo'yadi. Pulni o'zi olib keladi deydi. Agar hamma narsa halol bo'lsa ham bu xavfli. Birinchidan, pensionerning roziligisiz pul yechilishi mumkin. Ikkinchidan, pensioner vafot etsa yoki chet elga ketsa, karta orqali pul yechish keyinchalik huquqiy muammo tug'diradi. Uchinchidan, ayrim hollarda bank pensionerning shaxsan ishtirokini talab qilishi mumkin. Men har doim tavsiya qilaman, agar pensioner yura olmasa qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki uyga xizmat ko'rsatish tartibini aniqlashtiring, lekin kartani nazoratsiz bermang. Uchinchi qopqon, yashash manzili bilan haqiqiy yashash joyi boshqa bo'lishi. Masalan, pensioner pasport bo'yicha Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin aslida Toshkentda farzandinikida yashaydi. Bu o'z-o'zidan jinoyat emas, lekin ayrim imtiyozlar, mahalla orqali beriladigan yordamlar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar va tekshiruvlarda savol tug'dirishi mumkin. Agar uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, ro'yxat vaqtincha ro'yxat yoki tegishli ma'lumotlarni tartibga solgan ma'qul. 4-qopqon. Ortiqcha to'lovni davlat o'zi berdi-ku deb o'ylash. Agar tizim xatosi tufayli sizga ortiqcha pul tushgan bo'lsa ham, keyinchalik bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, aslida 1 million 100 ming so'm tushishi kerak edi. Lekin 1 million 600 ming so'm tushdi. Odam xursand bo'lib ishlatib yubordi. Keyin tekshiruvda 500 ming so'm ortiqcha to'langan deb chiqdi. Bunday paytda men so'ramagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun pensiya summasi keskin oshsa yoki odatdagidan boshqacha tushsa, darhol sababini so'rash kerak. 5-qopqon. Telefon orqali kelgan noma'lum xabarlarga ishonish. Tekshiruv boshlanadi degan xabarlar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtamaslik uchun karta raqamini ayting, SMS kodini yuboring. Hujjatni tezlashtirib beramiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kod, bank karta pin kodi, ilova paroli, pasportingizning barcha ma'lumotlarini noma'lum odamga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Agar shunday so'rasa, bu firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. 6-nozik jihat pensiya qayta hisob kitobi. Ba'zi pensionerlar tekshiruv bo'lsa, balki pensiyam oshar deb ham umid qiladi. Ayrim hollarda hujjat to'g'ri topshirilsa, qo'shimcha ish staji topilsa, ish haqi ma'lumotlari aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda 25 yil staji hisoblangan, keyin arxivdan yana 4 yillik ish staji topilgan. Agar bu hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Pensioner yoki vakili ariza bilan murojaat qilishi, hujjat taqdim etishi, arxiv ma'lumotnomasini olishi kerak. 7-nozik jihat, arxiv hujjatlari. Eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish boshqarmasi, savdo tashkiloti yopilgan. Pensionerning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq yoki ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Bunday paytda arxivga so'rov berish talab qilinadi. Ko'pchilik men 30 yil ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi emas, hujjat muhim. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha hujjatlarni oldindan izlash katta foyda beradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi hujjat, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va oila tarkibiga oid hujjatlar, talaba bo'lsa o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qish haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 2-qadam. Pasport ma'lumotlarini tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, pasport raqami, yashash manzili bir-biriga mos kelishini ko'ring. Agar mehnat daftarchasida yoki eski hujjatlarda harf xatosi bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Zarur bo'lsa, FHDGO arxiv yoki sud orqali hujjatni aniqlashtirish tartibini so'rang. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'lsa. Nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat saqlansin.
Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta pensionerning o'z nomidami? Bankdagi pasport ma'lumotlari yangimi? Shularni aniqlang. Agar pensioner yoshi katta bo'lib, bankka borishi qiyin bo'lsa, farzandlari oldindan bank filialiga qo'ng'iroq qilib, uyga xizmat ko'rsatish yoki ishonchnoma tartibini so'rashi mumkin. Lekin yana takrorlayman, SMS kod va PIN kod hech kimga aytilmaydi. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya miqdorida tushunarsiz o'zgarish bo'lsa, to'lov kechiksa, hujjatlaringizda xato borligini bilsangiz, nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning o'qish holati o'zgargan bo'lsa, kutib o'tirmang. Ariza yozing. Arizada oddiy qilib yoziladi. Mening pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni. Hujjatlarimda kamchilik bo'lsa, yozma tartibda ma'lum qilishingizni so'rayman. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Nogironlik bo'yicha muddati bor shaxslar qayta ko'rik sanasini hozirdan tekshirsin. Tibbiy hujjatlar, davolanganlik varaqalari, shifokor xulosalari, oldingi ekspertiza qarorlari bir joyda bo'lsin. Agar qayta ko'rik yaqinlashgan bo'lsa, oilaviy poliklinikaga borib yo'llanma va tartibni aniqlang. Bir kun kechikish ham ba'zan bir oylik to'lov kechikishiga olib kelishi mumkin. 6-qadam. Talaba farzandlar bo'yicha ma'lumotnomani yangilang. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila farzandi institutda, kollej yoki texnikumda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, yangi o'quv yili boshlangach o'qish joyidan ma'lumotnoma olib tegishli joyga topshirish kerak. Ma'lumotnomada talabaning FIShi, tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli, kursi o'qish muddati va muassasa muhri aniq bo'lsin. 7-qadam. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, masalani qonuniy hal qiling. Dafn puli olinmay qolgan pensiya, meros bilan bog'liq tartiblar mavjud. Lekin kartadan yashirincha pul yetish eng noto'g'ri yo'l. FHDYodan o'lim guvohnomasini oling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bankdagi hisob bo'yicha qonuniy tartibni so'rang. Shunda keyin ortiqcha to'lov, qarz yoki nizoli holatlar chiqmaydi. 8-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa oling. Asl hujjatni har joyga olib yuravermang. Pasport, pensiya hujjati, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomasi, ariza nusxalari alohida papkada saqlansin. Farzandlar ham bu papka qayerda turishini bilsin. Ko'p muammolar aynan hujjat yo'qolgani yoki qayerdaligi noma'lum bo'lgani uchun cho'ziladi. 9-qadam. Rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalladagi gap, Telegramdagi noma'lum xabar, qo'rqituvchi audio yoki hammani pensiyasi kesiladi degan vahimali gaplarga darrov ishonmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy axborotlari, Davlat xizmatlari markazi, tuman bo'limlari, ishonch telefonlari orqali aniqlashtiring. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Rasmiy javob olmaguncha vahima qilmang, lekin hujjatni ham beparvo tashlab qo'ymang. Demak, 20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar yoki ma'lumotlarni so'rishtirish jarayonlari sizni qo'rqitmasligi kerak. Lekin tayyorgarliksiz ham qolmaslik kerak. Asosiy vazifa oddiy. Hujjatlar to'g'ri bo'lsin. Pasport va bank ma'lumotlari yangilangan bo'lsin. Nogironlik muddati o'tmagan bo'lsin. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi joyida bo'lsin. Chet elga chiqish va yashash manzili bo'yicha chalkashlik bo'lmasin. Eng muhimi, firibgarlarga ishonmang va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan pensiyangiz kechikkan, hujjat xatosi chiqqan yoki qayta hisob-kitob bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni pensioner yaqinlaringizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga va tanishlaringizga yuboring. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha muhim yangiliklarni vaqtida bilish har bir oilaning manfaatiga xizmat qiladi.